Assalomu alaykum. Gap biz 2 marta tuzgan partiyaning siyosiy faollari, tashkiliy qo'mitasi a'zolari, mard, botir, bir so'zli, jasur, qo'rqmas, O'zbekistonni sevuvchi, xalqini hurmat qiluvchi, lekin bugungi kunda qamoqxonalarda saqlanayotgan 4 nafar yigitlar haqida bo'ladi. Kim ular? Shavkat Mirziyoyev rejimi tomonidan 12 yil qamoqqa hukm qilingan partiyaning siyosiy faoli, mard, jasur yigit bu Mirzohid Hasanov. Shavkat Mirziyoyev rejimi tomonidan 7 yil 6 oyga qamalgan partiyaning siyosiy faoli Abdurahmon Ikromov. Shavkat Mirziyoyev rejimi tomonidan 5 yil 6 oyga qamalgan partiyaning faoli, xalqini hurmat qilib O'zbekistonni sevgan Abror Otajonov. Shavkat Mirziyoyev rejimi tomonidan 4 yil 6 oyga qamalgan, qamoqda saqlanayotgan Shahzod Alloqulov. Bu yigitlar nima uchun qamoqxonalarda saqlanayapti? Siyosiy faoliyat bilan shug'ullangani uchun, siyosiy partiya tuzishda tashabbuskorlar bo'lganligi uchun, siyosiy partiyaning faollari bo'lganligi uchun, siyosiy maslaklari uchun qamoqxonalarda saqlanayapti. Agar bu o'zlarining siyosiy qarashlarida qat'iy turuvchi bu 4 nafar yigitlar agar siyosiy faoliyat bilan shug'ullanmaganida, siyosiy partiya tuzishda tashabbuskorlar bo'lib jonbozlik qilmaganlarida qamoqqa olinmagan va bugungi kunda qamoqxonalarda saqlanayotgan bo'lmas edi. Xo'p, bu yigitlar, bu mard yigitlar O'zbekistonni sevuvchi, xalqini hurmat qilgan bu yigitlar siyosiy faoliyat bilan shug'ullanganligidan maqsadi nima edi? Shu siyosiy partiya tuzib tashabbuskorlari bo'lishdan maqsadi nima edi? Bularning maqsadi hozirgi mana hukm surib kelayotgan 35 yildan buyon yakka hokimlik tuzumi o'rniga o'sha konstitutsiyada ko'rsatilgandek respublikani sifatida faoliyat qilishini, ya'ni hozirgi yakka hokimlik siyosiy tuzumidan boshqa qonun ustuvor bo'lgan, adolat bo'lgan, erkinlik ta'minlangan siyosiy tuzumni, nafaqat siyosiy tuzumni, iqtisodiy tizim O'zbekistonda qaror topishini, o'rnatilishini, shakllanishini tarafdori bo'ldi va shu yo'lda qat'iyat bilan siyosiy faoliyatni qildi, tashabbus qildi. Bu mard yigitlar, bilimli yigitlar, nafaqat bu yigitlar da Xudo tabiat, tabiiy aql ato etgandi, balki bular hozirgi dunyoviy ilmlarni ham chuqur egallagan yigitlar, xalqaro munosabatlarni tugatib mutaxassis bo'lgan yigitlar, xalqaro tillarni, lingvistikani egallagan bilimli yigitlar. Bular nimaga siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi? Xalqimiz erkin bo'lsin, mamlakatimizda adolat qaror topsin, xalqimiz va uning farzandlari to'q, farovon, baxtli yashasın dedi. Va shu yo'lda
siyosiy faoliyat qildi. Shu yo'lda xalqini hurmat qilganligi uchun o'z halovatidan kechdi. Hayotini tahlikaga qo'ydi. Siyosiy faoliyat qildi. Partiyaning yuragini, yadrasini tashkil qildi bu yigitlar. Qanchalar har biri 5-6 YouTube kanallarida faoliyat olib bordi. Vatanni sevib, xalqini hurmat qilgan, o'zlarining siyosiy qarashlarida, pozitsiyalarida qat'iyat bilan turgan, prinsipiallik bilan turgan bu yigitlar O'zbekiston qonunlariga qat'iy amal qilgan holda, so'zsiz bo'ysungan holda siyosiy faoliyat qildi. Bu yigitlar davlatimiz, davlatchiligimiz manfaatlariga, xalqimiz manfaatlariga zid biror bir harakat qilmadi. Qonunlarga qat'iy bo'ysundi. Siyosiy faoliyat qildi. Bu jasur yigitlar vatanini sevganligi uchun, xalqini hurmat qilganligi uchun, vataniga va xalqiga sodiq faoliyat qilganligi uchun, xalqini erkin, farovon hayotga erishishi uchun, yo'lida xizmat qilganligi uchun, shu mamlakatda haqiqat, adolat qaror topishi uchun, siyosiy faoliyat qilgani uchun bular bugungi kunda qamoqxonalarda saqlanyapti. Xo'p, bu mard yigitlarni, jasur yigitlarni, pok yigitlarni kimlar qamoqqa oldi va nima uchun qamoqqa oldi? Albatta bu yigitlarni Shavkat Mirziyoyev rejimi, Shavkat Mirziyoyevning boshchiligida unga so'zsiz bo'ysunuvchi, nopok korrupsiyalashgan kuch ishlatar tuzilmalar ularga ta'qib qildi, tajovuz qildi, qiynoqlar qo'lladi, kaltakladi, xonadonlarini kecha kunduzi qurshovga olib turdi, farzandlarini, ayollarini ta'qib qildi, ularni iqtisodiy, moliyaviy tirikchiligida nihoyatda og'ir holatga tushishiga, muhtojlikka duchor qilishiga barcha tuban pastkash usullarni qo'lladiki, bu yigitlarni o'zini muvozanatidan chiqib ketishga majbur qilishning barcha choralarini ko'rdi. Bu mard yigitlar birortasi, yana qaytarib aytaman, qonunni buzmadi. Qonunga qat'iy itoat qilib faoliyat qildi. O'zbek davlatchiligi manfaatiga, o'zbek xalqining manfaatiga zid mos kelmaydigan birorta bitta xatti harakatni amalga oshirmadi. Lekin bu korrupsiyalashgan nopok organlar barcha bularga qarshi bu navqiron yosh yigitlarni o'shining muvozanatidan chiqib ketishiga, bularni asabiylashtirishga, bularni jahlini chiqarish yo'lida barcha usullarni qo'lladi. O'zingiz o'ylang. Yillar davomida bir kun bo'lmasa, bir oy bo'lmasa, bir yil bo'lmasa, 3-4 yil bo'lmasa, doimiy qurshovda tursa xonadonlari, o'zlari va ayollari farz go'dak, bolalari doimiy ta'qibda tursa, ularning bolalarini, go'daklarini hattoki o'g'irlab ketishga intilish bo'lsa, xatti harakatlar amalga oshirilsa, qani yillar davomida shunday nopokliklarni bu o'lkan nihoyatda katta sondagi bu kuchlatar tuzilmalar shunday qilmishlarni sodir qilsa, axir qanday chidash mumkin? Qani qaysi odamning, qaysi yoshning asabi bardosh bera oladi?
Lekin bu yigitlarning asablari bardosh berdi. Bu yigitlarning yosh oqila ayollari bardosh berdi. Lekin baribir bu kuchlatar tuzilmalar ko'pda. Bularning ixtiyorida barcha vosita bor. Barcha qurollar bor. Barcha uslublar bor, turmalar bor, turma mashinalari bor, mablag' bor, barcha texnologiya vositalari bor, hammasi bor. Bularning ixtiyorida omonchilar bor. Nopok fitnachi tuhmatchilar bor. Bu yigitlarga qarshi tashlanadigan pastkashlar bor. Barcha qilmishlarni qildi bu Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi rejim, korrupsiyalashgan nopok ko'chishlatar tuzilmalari, qasamiyotiga va qonunlarga xiyonatkor sudlari, sudyalari. Mana shunday bugun bu 4 nafar jasur mard yigitlar, pok yigitlar, qat'iyatli yigitlar, siyosiy qarashlaridan og'ishmagan yigitlar, prinsipida qat'iy turuvchi yigitlar turmalarda saqlanyapti. Xo'p, nimaga Shavkat Mirziyoyev rejimi bu yigitlarni qamoqqa oldi? Aytdim, bu yigitlar xalqiga erkinlikni xohladi. Xalqi farovon yashashini xohladi. Xalqi va uning farzandlari baxtli hayot kechirishini xohladi. Bu xalqning farzandlari, odamlari turli mamlakatlarda ish qidirib, mehnat muhojirligiga chiqib, quldek ish beruvchilarga bo'ysunib, xo'rlikda yashashini qarshi bo'ldi yigitlar, istamadi. Lekin Shavkat Mirziyoyev rejimi bu o'zbek xalqiga erkinlik berishni istamaydi. O'zbek xalqi bir adolatli jamiyatda yashashini xohlamaydi bular. O'zbek xalqi adolatli, erkin bir davlatchilikka ega bo'lishini xohlamaydi bu Mirziyoyev rejimi. Bu Mirziyoyev rejimi xalqni kambag'allikda, muhtojlikda, ishsizlikda, zulm zo'ravonlik tagida doim ishlab turishni maqsadi. Bu xalqni to'q, farovon xalqqa aylanishiga, bu xalq o'rta sinfga aylanishiga, bu xalq siyosiy huquqiy jihatdan ongli xalqqa aylanishiga, bu xalq erkinlikka erishib, jasur mard xalq ajdodlar holatini tiklashini xohlamaydi. Xalqqa erkinlik berishini istamaydi. Bu yigitlar shunga intildi. Biz xalqimiz dedi, erkin yashash kerak. Mamlakatimizda adolat bo'lish kerak. Xalqimiz farovon yashash kerak. Biz yoshlar baxtli hayot kechirishimiz kerak. Bizning go'daklarimiz farovon va to'q, sog'lom o'sish kerak dedi. Mirziyoyev rejimi ana shunday bu o'zbek xalqiga yaxshilikni istamagan bu rejim bu bolalarni, yigitlarni qamoqqa oldi va qamoqqa ushlab turibdi. Bular siyosiy mahkumlar. Mirziyoyev va Mirziyoyev rejimining mahkumlari. Bu yigitlarni Mirziyoyev va uning rejimi garovda ushlab turibdi. Bu mard, jasur yigitlarga o'sha turma sharoitida ham sinmayotgan bu yigitlarga Shavkat Mirziyoyev rejimi bu rejimga, diktaturaga, avtokratiyaga xizmat qiluvchi bu kuchlatar tuzilmalar qancha tuhmatlar tashkil qilyapti, qancha mag'zavalar to'kyapti, lekin qancha mag'zava to'kmasin, bu yigitlarni, bu mard yigitlarni, shu O'zbekiston uchun, shu ona vatan uchun, shu o'sib tarbiya qilib ulg'aytirgan xalqi uchun sadoqat bilan, hatto turmada ham turgan bu yigitlarni biz aslo
tashlab qo'ymaymiz. Bu yigitlarning taqdiri uchun ham mamlakat ichkarisida, ham mamlakat tashqarisida qattiq kurash olib boramiz. Baribir bu diktaturaga, avtokratiyaga, Mirziyoyev rejimiga qonuniy yo'l bilan chek qo'yiladi faoliyatiga. Shu munosabat bilan aytay. Kuch ishlatlar tuzilmalaridagi va mana sudyalar tarkibidagi xulosa qilish uchun hayot bu rejim aytayotganidek doim boravermasligini tasavvur qilish uchun aytib qo'yay. Va bu yigitlarga masalan mana kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda o'qidimki, Tomdi jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tumani sudi o'sha Aziza Mirzayeva avtolokat bilan halok bo'ldi. Qarangki, bu sudya 1 yoshida onadan yetim qolgan ekan, 20 yoshida otadan yetim qolgan ekan va o'zi oyinda 39 yoshga kirgan ekan. Qarangki, uni 11 va 14 yoshli farzandlari mana yetim qoldi. Joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Havzi Kavsar suvlarini ichib yurish nasib etishini Allohdan tilab qolamiz. Bu ayolning umrini ortidan qolgan mana 11-14 yoshli farzandlariga qo'shib bergan bo'lsin. Lekin sen barcha sudyalar korpusi, sudyalar Oliy kengashi raisi Xolmo'min Yodgorov tanlayapti. Sen Yodgorovni, sen bir 25 yillardan beri kamida 30 yillardan beri shu Oliy sud atrofida sudyasi, kallaga raisi aylanib yuribsan. Lekin bu 35 yil davomida bu sud qanday bo'lganligini ko'rib bilib turibmiz. Sen haqingda bir vaqt bo'lmayapti alohida jamoatchilik hukmiga havola qiladigan ma'lumotlar bilan chiqishda. Xo'p, sudyalar korpusi mana Aziza Mirzayeva hayotdan ketdi. Senlarga xulosa qilish uchun aytayapman. Mana shu ayol, mana men aytayotgan 4 ta mard yigitlardan ayrimlarini manzil koloniyadan adolatsizlik qilib yopiq zonaga o'tkazib yubordi. Bundan 1 yildan ilgariroq. Mana shu Tomdi, shaxsan mana aytayin, mana jinoyat ishlari bo'yicha Tomdi tuman sudining sudyasi bo'lib turib, mening o'g'lim 4 ta yigitdan bittasi Shohzod Alloqulov 36-manzil koloniyada edi. U koloniyaning tuhmatchi boshlig'i podpolkovnik Ulug'bek Aliyev, uning birinchi o'rinbosari mayor Sherzod Toshev bular tuhmat qildi Shohzod Alloqulovga. Tuhmat qilganligi haqidagi o'sha yerdagi mahbuslarning fikrini audio shaklda men e'lon qildim. Turibdi. Shunday qilib Shohzod Alloqulovni manzil koloniyadan yopiq koloniyaga o'tkazish uchun bular tuhmat material tayyorlab olib chiqdi sudga. Abu Aziza Mirzayevadan Shohzod Alloqulov Mirziyoyevning siyosiy mahbusi garovga ushlab turibdi. Aytdi sudyaga, Azizaga, bir kun sudda muddat bering, bir kun qoldiring. Bularning tuhmat qilayotgani haqidagi materialni Toshkentdan otamni mana manzili telefoni chaqiringizlar guvoh sifatida taqdim qiladi sizga dedi. Yo'q. Bu marhum bu Aziza Mirzayeva quloq solmadi. Va Shohzod Alloqulovni adolatsizlik qilib manzil koloniyadan yopiq bugungi kundagi 5-sonli jazoni ijro etish koloniyasi Qiziltepadagiga o'tkazib yubordi. Men buni barcha sudyalarga saboq bo'lish uchun aytayapman. Shu jumladan mana yaqinda adolatsizlik qilganligi uchun sud raisi qilib ko'tarilibdi. Bu Dilorom Almuratova fuqarolik ishlari bo'yicha Termiz tumanlararo sudini. Men bilaman u yerdagi harakatlarga. Men joylardan eshityapman. Sen viloyat hokimi Ulug'bek ham ishtirok etayotganingni. Hamma sudya xulosa chiqar. Senlar bu siyosiy faollarga kuch ishlatlar tuzilmalarining tuhmatdan iborat materiallarni o'tkazib beryapsan. Toshkent
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining 4 safar sudyasi sudlanyapti. Sen mana sudyani tarkibidagi o'sha sudlanayotganlar, ayni siyosiy faollarni sanlar Toshkent shahar sudida sud qilib adolatsizlik qarorlar chiqarding. Bugungi kunda o'zlaring sudya. Men keltiraman. Bugungi kunda familiyasini keltirib o'tirmayapman, qarorlarda turibdi sanlar. Barcha sudyalar xulosa chiqar. Men senlarga yana bir narsani aytay. Mana 22 yildan buyon mana bundan 23 yil ilgari Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyat hokimligidan bosh vazir o'rinbosari bo'lib kelgan. Mana shuning atrofidagi ko'plab uning o'rinbosarlari, bosh vazir o'rinbosarlari hammasi tuhmat qilgan. Va u prezident bo'lib o'tgandan keyin uning eng yaqin davlat prezident maslahatchilari bo'lgan ham doim tuhmat bilan shug'ullanib kelgan. Shu bizning oilaga, faollarga va menga nisbatan ham. Birortasi qolgan yo'q, hammasi mana bu Aziza kabi Xudoning huzuriga ketgan. Qancha Oliy Majlis deputatlari Xudo huzuriga ketdi. Men ularning ismi sharifini aytmayman, aytgim ham yo'q. Chunki ularning avlodlarini ruhan, manan jamoatchilik oldida cho'kishini tarafdori emasman. Bularni keltirayotganligimiz sudyalar, kuch ishlatar tuzilmalar, hukumatdagi o'zingning katta lavozimda o'tirdim deyotganlar xulosa chiqar. Manaqa senlar bunaqa mard, jasur, bir so'zli pok, vatanini sevgan, xalqiga sodiq bo'lgan, sevgan xalqining erkinligini, istagan farovonligini ga erishish yo'lida xizmat qilayotgan kelgan bu siyosiy faollarga tuhmatlaringni, tazyiqlaringni, bosimlaringni, qiynoqlaringni, kaltaklaringning hammasini navbati bilan olaverasan. Tabiat qonunlari Allohni ko'rib turibdi. Endi xo'p, mana bu 4 yigitni, mard, jasur yigitlarni biz mana shu 3-marta e'lon qilingan Xaloskor xalq demokratik partiyasining tashabbuskorlarining yetakchisi sifatida ozod qilishni Shavkat Mirziyoyevdan talab qilaman. Senlar bu bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev mana Oliy sudga keldi, Robaxon Mahmudova. Qaranglar, bularni ozod qilinglar. Senlarning boshingga tushadi mana bunaqa holat. Adolatsizlik qilayotganlaring uchun. Biz bu yigitlarni aslo xo'rlatib ham qo'ymaymiz, tashlab ham qo'ymaymiz. Bundan keyin bu yigitlarni bizning faoliyatimizda doim birlamchi turadi bularning taqdiri. Har qanday chiqishimizni, har qanday muloqotimizning birinchi so'zi bayima har bir chiqishimizda, har bir muloqotimizda bu mard yigitlarni doim ozod qilishini talab qilib shu bilan boshlaymiz. Har bir video chiqishimizni, har bir muloqotimizni. Men mana shu tashabbuskorlarning bir yetakchisi sifatida tashqaridagi siyosiy faollarga, partiyaning faollariga aytmoqchiman. Muhammad Aminga, Jahongirga, Hasanovga, Dilshodga, Elyorga va boshqa faollarga bu 4 mard yigitning portretlarini, suratlarini katta qilib ishlatinglar. Xuddi shunday Mirziyoyevning va uni Saidaning, boshqa mana prokurorining hammasini suratini katta qilib ishlatinglar. Va o'sha Yevropa davlatlarida kecha 15-avgust kuni o'tkazganlaringdek Belgiyada, boshqa joylarda doim pikit namoyishlarini tashkil qilinglar. Bu 4 yigitni ozod qilinishini xalqaro miqyosda talab qilinglar. Yoniga Mirziyoyev va unga komandasidagilarning portretini qo'yib, bular islohchi emas. Bular mana bu yigitlarni siyosiy maslagi uchun, siyosiy qarashi uchun manday qamoqqa olgan,
Bular hech qanaqa adolatparvar emas. Islohchi emas sizlar o'ylayotganlaringdek deb muntazam pikет namoyishlarni qilinglar. O'zbekiston uchun qayg'uradigan, o'zbek xalqining taqdiriga befarq bo'lmagan xorijdagi vatandoshlardan so'rayman, mana shu xorijda Muhammad Amin va boshqa partiyaning faollari ishtirokida namoyishlarni moliyaviy hech bo'lmasa qo'llab-quvvatlanglar. Ularning turli mamlakatlarda yig'ilishini, yashashini, yirik o'sha lozinglar, portretlar boshqalar qilishiga qo'llab-quvvatlanglar. O'rni keldi. Mana shu qamoqda turganlarning ayrimlarini, go'dak farzandlarini, oilasini muntazam qo'llab-quvvatlaganlarga chuqur minnatdorchilik bildiraman. Shu jumladan mana Lutfi Yo'ldosheva Shvetsiyada birlikcha tumaris ayollar 90-yillarda men muntazam qo'llab kelayotgan ishim men bosh egaman. Jurnalist Yusuf Ro'zimurod mana bunday qamoqda turganlarning oila a'zolarini qamoqqa borib ko'rishiga moliyaviy qo'llab-quvvatlashni tashkil qilganlari uchun men chuqur minnatdorchilik bildiraman. Umuman imonli, vijdonli, shu O'zbekistonni sevgan, shu xalqini hurmat qilgan, shu xalqining taqdiriga befarq bo'lmagan, bu xalqning avlodlarini bir baxtli, farovon hayotda erishishini, shunday jamiyatni qoldirishimizni tarafdorli bo'lganlar, bunday oilalarni qo'llab-quvvatlanglar, mingta yo'li bor uni. Bu yigitlar nima yashashni yomon ko'rarmidi ochiqlikda? Bu yigitlar oilasini yomon ko'rarmidi? Bu yigitlar go'dak bolalarini yomon ko'rarmidi? Men bu yigitlarga shaxsan o'zim tashkil qilib beraman. Ketinglar xorijga bir necha yilga. Siyosiy boshpana hozir beradi, mana men tashkil qilib beraman. Boshqalarga ayrimlarga tashkil qilganday dedim. Yo'q, xohlamadi. Men hatto ayrimlarini oilasiga, turmush o'rtog'iga aytdim. Qiziqtirdim hatto. Ko'ndir. Turmush o'rtog'ingizni ko'ndiring. Mana doimiyga emas, bir necha yilga borib turasizlar. Mana go'dak bolalaring tillarni o'rganadi, ingliz tillarini deb qiziqtirdim ham. Yo'q. Biz O'zbekistonni tark etmaymiz. Qat'iy turdi. Ular bildi. Mayli bizni turmaga olsa ham O'zbekistonni tashlab ketmaymiz, chiqib ketmaymiz dedi. Va bugun qamoqxonalarda ham ular sinmayapti. Sindirolmaydi. Sindirishga uringanlarni hammasi o'zi sinadi. Va xalqning la'natiga yo'liqadi. Xalqning nafratiga yo'liqadi. Tarixda yoziladigan kitoblarda xoin sotqin sifatida ismlari muhrlanadi. Hatto bir necha marta aytib kelayotgan xoinlar biyobonida ularning ismi kichik mana bosh qismini manaqa o'rnatgan oldi haykal shaklida bunday bayonlarga o'rnatamiz. Shu munosabat bilan Muhammad Amin, Dilshod, Elyor, Jahongir muntazam tashkil qilinglar. Xorijiy mamlakatlarda, o'sha Bryusselda, boshqa joyda, ayniqsa Mirziyoyev xorijga Yevropada o'sha davlat tashrifi bilan yoki rasmiy yoki ishchi tashrif bilan borganda albatta tashkil qilinglar, yoki Saida Mirziyoyeva chiqqanda bular islohchi emas. Bu siyosiy maqsadi uchun odam faollarni, partiya tuzaman deganlarni qamoqqa olyapti. 10 yildan buyon birorta partiya tuzilishga yo'l bermadi. Bu sizlar o'ylayotgan siyosiy islohchi emas deb hamda ko'rsatinglar, ko'rsatib yozinglar. Va xalqaro tashkilotlarga men barchasiga mana bu yigitlar haqida mana hammasiga yozgan. Mana o'sha menga mana shular turli mana hatto yuborilgan pochta kvitansalari bilan turibdi. Mana qaranglar.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga inson huquqlari bo'yicha bu qiynoqlar komitetiga va hokazo hokazo. Human Rights Watch'ga, Xalqaro amnistiya va boshqa hamma tashkilotlarga men bu yigitlar haqida yuborganman. Bu yigitlar siyosiy mahkum, siyosiy mahbus, Mirziyoyev rejimining siyosiy mahkumlari va shunday xalqaro miqyosda bular siyosiy mahkum maqomiga olish kerak. Bu yo'lda hammamiz ishlashimiz kerak. Mirziyoyev rejimining qattolligini, siyosiy maqsadlari uchun qamoqqa tiqishini, har qanday tuhmatning jirkanishi tuban usullarini barchasini qo'llashini butun dunyoga ko'rsatib berishimiz kerak. Bu yigitlarni xo'rlanishiga, qiynoqlar qo'llanishiga aslo yo'l qo'ymasligimiz kerak. Hech qachon tashlab qo'ymaymiz. Bu yigitlar uchun barcha choralarni ko'ramiz.